Oğlum al beni olmazsa. Beni görüyor ya beni. Aç anarken beni halege. Allah'ım size oğlum. Yürüptü. Şehrin 2-3 yol var. Kulu var. Satılardı. Kulu tuğu yaptı. Özümüz açırıp aldık 5-6'da. Alıp tuğu yaptı. Reset tüledi yani. Xo'rozi qo'shninikida chiqib bostirib chiqyapmiz. Chiqmasa ip yo'q qo'yadi anaqa qafas ichida ekan. Ular anaqa arada bu arada ko'ryapsizlar, shashar, arada. Xullas mana shu jo'jalarda xullas bahyapmiz. Endi buning ichida mana uning ichidachi? Mana uning ichida. Haligi har xil donlar borda bir 30 xil don bo'lsa kerak. Uni ustiga mana bitta tuxum pishirdik. Buni ko'rsatmay qo'yib. Qozonni ko'rsatdik. Mana qozonda pishiryapti deb o'radi. Tuxum pishgan tuxumni mana post bilan mana postlari bilan qo'shib nejib architib. Bular mana shuni ichida haligi davlat tovuqi bor-ku, oq tovuq deydimi, nima? Miramir tovuq. Miramirni shunaqa ular. Mana bunday qilsam, xo'roziga indamay bersa yeyveradi yo'q bo'ladi. Kichikroq qilib, bunday qilib. Mana qilsa xo'roz yeyveradi. Kirishib ketyapti-da bir-biriga. Ana shu xullas har xil donlar, bedana donlar ham bor buning ichida. Bunlar va hokazo. Mana ko'ringlar. Yoshligidan ma'lum deydi. Ko'ringlar. Xo'roz ko'ryapsizlarmi, xo'rozni? Hamma yo'g'i joy-joyida. Bir oyligi 18-20 kunlik yashagan bo'lar mana shular. Ular abdini bahyaplar. Mana o'sha magiyani bu hashak tovuqimiz. Mana shular bilan teng lekin tovuq. Bu haligi nima deydi? Yaponchalik hashak deydi, shunaqada. Mana shu jo'jalar bilan teng. Lekin mana bu ikkitasi ulardan 10 kun oldinmikan shunaqa chiqqan. 10 kun keyin chiqqan bular. Ular hammasi mana bu Anvar akam bergan haligi Xitoy makonida bolalari. Yo'q, katta xo'rozlar. Bu bir amaki, asakali amaki berganini makonini o'ldirib qo'ydim, kasal bo'lib o'lib qoldi. Haligi qimmatda ular. Shunaqa makon. Ichga turadigan makondan borib, shunaqa. Endi ichga orqaga o'tamiz, orqada ko'rasizlar. Bitti. Men betlar bular nima yo'q, mana qashshay bo'lib ketdi deganlarga betda o't yo'qligi uchun qorg'iz amatga beryapman, qovun amatga beryapman, mana ikki haligi o'tlarni o'rib tashlavyapman. Chunki tashqariga qo'yib yuborsam yo'qoladi deb. Mana. Bildilarmi? 2,5 oylik jo'ja. Hozirmeni Anvar akamga magiya, yapon mirasalik bir narsa zot degandi. Bu katta xo'rozimiz. $1,200. Hammasidan beryapman donlarni. Shuda kerak bo'ladigan bo'lsa mana 2,5 oylik jo'ja bor. 3 oylik bo'lib qolay deb qoldi bular. Makon yetib qo'ygan bu. 3 oylik bo'lib qolay dedi. Bular 2 oyga bordi bular.
2 oylar o'tdi, 1-2 oy bo'ldi. 3-4 kun bo'lsa kerak. Joy yetgan. Nariga ana qani cherigi, hali qora bilan sariqni ko'rsatdim-ku. Ana shu cherigi yo'q, ketibdi. Nariga orqaga ko'rsatib qo'y. Yo'q, xo'roz. Xullas, pulga kelishadigan bo'lsak, xo'rozlar mana ko'p. Ha. Beradiganlarni berib yubordim, oladiganimni olib qoldim. Sotadiganimni sotib yubordim. Buni ham o'zimga baxil bor. Buni ham oqmaganimiz qani? Yopgan, ho'nida. Ko'rsatib qo'ygan, ho'nida u hasadorasi qo'ygan. Obunachilar ko'rsatib qo'ygan. Ular sana Türk, hozir Türk makonimiz bor. 100 talik Türk. Konkretni. Shu oq makonni bo'ladi mana. Mana oq makonni bo'ladi. Onu nari cho'qilgan, cho'qilgan. Oq makonni bo'ladi. Qoraniki, Türkki. Mana u ham Türklar mana shundan chiqqan. Türk makonni mana onasi bilan yonida. Otasi mana shu. Lekin bu hozir qani mana uni otasi mana uni otasi mana uni otasi haligi uyda turgan Shamu deyapman-ku. Anna qilib girdi uyga. Mana shu oldida ya. Endi qolganlari ko'rsatmayapsizlar desiz, bu ham turki bo'lgan, bu ham turki bo'lgan, hashaki. Mana bu yurtshari bolasi g'arib bo'lib qoldi. Hashak sifat bo'lib qoldi. Endi yozda chiqqandan keyin hali ko'pgina to'g'ri ichida qaramaganing ana qilib makinaga qiziqmayman dedi. Hashak sifat bo'lib, hashak bo'lib qoldi. Maji bo'lib qoldi. To'g'rilardan qochib yurib, joyini olsa maji bo'lib qoldi. Tagida ekan lekin. Ana ekan menga. Ular kerak bo'ladigan bo'lsa mana tutun qo'yapti, xo'roz mana shu katta xo'roz, 1-2 oq qo'yapti, qora qo'yapti. Mana u ham 2-3 bu ham tug'ishni boshladi. Ko'chalar kerak bo'ladigan bo'lsa, agar mana 3 oyligingiz, 2,5 oyligingiz, 1,5 oyligingiz deb telefon qilaverasizlar, gaplashamiz. Oqidanmi, sariqidanmi, qizilidanmi qilib gaplashamiz. Xudo xolasa hammasini kelishamiz. Lekin Makka berganim yo'q oğlum. Mana shu dondan qanday beryapsan? Makkani hali berib berganim yo'q. Bozorga borib olib kelganim ham yo'q Makkani. Ha, nima qilib o'zimlasa? Bu asha tuxumi ko'pligidan ashaliga maramil doni ko'pligidan shunaqa bo'ladi. Uni ichida bedananing doni ham bor. Ular aralashma doni ustiga yana o'zini aralashma kelib, ha, keyin haligi qonnori va issiq bo'lib qolyapti. Shularga bir akamiz bor, maslahat olib turibman. Shu asha doridan olib kelib 1 grammdan mana shu idishga keyingi videoda o'zi olasa qo'yib ketishga harakat qilaman, video qilyapti. Video qilaman, ovqat tayyorlayotganda 1 gramm undan ham qo'shib qo'yaman. Hali hidi g'alatiroq bo'ladi-ku qizim. Mana keldi, ataman. Otib qo'ying to'g'laringiz bush-bushku. Bo'lsa kuzatishni davom etinglar. Hozir uyda oldida ko'p haligi yuradigan xo'rozimizni ko'rsatamiz. Ancha o'ziga kelib qoldi. Endi yoshligida bosh ochilgan ekan, ana shunday qattiq chiqayo boshladi.
Kuzatib oyla. Nechmiki? Oğlum al beni olmazsa. Beni görüyor ya. Aç anarken beni halege. Allah'ımız ki oğlum. Yürüptü. Şehri Türkiye var. Kulu var. Satılardı. Kulu tuğu yaptı. Özümüz açırıp aldık 5-6'da. Alıp tuğu yaptı. Reset tüledi ya. Horazı qo'shninikida chiqib bostirib chiqyapmiz. Chiqmasa ip yo'qadi anaqa qafas ichida ekan. Ular anaqa arada bu arada kelyaptilar, shashilari, arada. Ular shunaqa gaplar. Muatchi bo'la dumalab yuribdi. Bunu götüreye burası oğuz, aran evliya. Şimdi burası kirası. Kulunu göstereceğim mesela ya. Kum kireye burada yermişse, kum var. Şimdi ne olsa, kırılmış. Köpçülük sonra geldi, hazır numaranın doğrusu yok atıp koydum. Kısa ayetinin yüklerdi yandı. Aşırı akalar, Allah'la görüştürüyor mesela. Alakaya çıkacak, numaranı koyup tutalım. Yapışamız. Bak, bak, düşemeyiz. Koş. Kaşkadaryo'da gelgen zilzilemek yani. Türkiye olup durup muhabbisi özüge örgüp koyuptu. Gece diğer günü uruşup yaptı. Aramak yerini gösterip yürü o toğuları birimiz. Zilzilemek yok. Çocular var, 3-4 günlük çıkar. Hazır hiç gerek değil, setke buradaydı. Gördüm kasa oluyor. Gelin abi. Ya, kuluzu verin ha. Kulaz mana şu kuraz. Görünüyor mu? Koyun makinenin gibi. O makinenin gibi. Anca o'zi yeb qoldi bu oyoqlarini tutib. Endi pichq yapdi. Qayga sepib kelyapsiz? Seping yoqqa mana ikki qo'yamiz, ular yeydi. Mana shu roz mana shu makina bilan turibdi. Mana shu roz mana shu makina bilan turibdi. Chamu. Toza shamuga akamiz bola olayga qo'yib yapti, kechasi ham makiyanim bor deydi. Ana shu makiyani qo'shib qo'ydim, makiyaga qo'shib beryapman. Uni to'plab beryapman. Shunaqa. Endi anjuran pishirib mana beradi hozir. Muat uspam o'ynab yuribdi. Anjuran pishirib qoldi. Ular qo'llab-quvvatlab tursinlar. Keyin videolar uddar qilib chiqaramiz. Keyin videolarni ham ko'rsataman. Keyin narida xo'rozlarni, ichkarida maykalarni syomka qilamiz. Hamir ichidan patir video anchadan beri fotolarni chiqarmay qo'ygandim. Kuzatib olinglar.